Vay, 3 olim, birisi fizik olimga, yana birisi matematikani olimga, yana birisi insoniyatni tadqiq qilgan olimga-da 3 olim. Faqat bitishmaydi bir-birisi bilan. Chunki yo'q bu ishlar bilan jadallashayotganda. Üçü bir iptidaiy bir o'rmonni tepib, meshat birini tadqiq qilamiz deb ketib boribdi-kan. Qattiq yomg'ir yog'ib, judum bo'lib ketib, pana olmayli deb bir dehqonning uyiga kirib turibdi. Kapsi bor ekan. Kirsa, o dehqon yerdan 1 metr egizlikda bir meshq qo'yibdi-da, uyiga issiq deb. Qo'yibga fizik olmamada qarab, nima uchun 1 metr egiz qo'ydim shu mashina? Men depreyman debdi. Aqsaka bular. Adara, sen bu fizikada mushu issiqlik, mushu to'psiga chiqib, to'g'risidan qaytganda texmi tushdi. Sen matematik almay tüşteklik qilding juma sen. Ya cho't bitishmaydi hep şey. Yaman lavzga qilding. Men sana bir mashinaning diametri qara. Va 80 santidan cho'ng mava. Endi men orliqni o'lchara da bir nimalarni qilib. Bu 80 santi o'shish uchun buni 1 metr egiz qilsam, mayaqki men bulunga berib, deb o bir to'qay tükök bir tajribani deb turibdi. Debki insoniyatni tadqiq qilgan olim ishkan dahshat lavz ekansa, mana men depiray. Bu adamlar burun şu otlarını yaman çoğun biletti. Şonlaşka ma ot kindikten üstünerek tutsun dep ma 1 metre egiz koydu ma meşne dep muşluş gitip qarab şey. Kana digen sıkıp tam trap tuğan üstüge dekan çıkıp bu neyin buluştun oy kumanksı bizsin sanılmamdı şu. Ya digine mam cidal çoğun cidal çıktı. Neymiş şu meşne 1 metre egiz koydun sen. Oy şu kana yetmez.